Mana bu bolaning familiyasi Ko'chkunov. Ismi esa hozircha Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan ochiqlanmay turibdi. U 2010-yilda tug'ilgan, taxminan 16 yoshda. Va ayni shu sababli ham O'zbekiston Respublikasi hududida hozircha mashina boshqarish huquqiga ega bo'la olmaydi. Ammo kuni kecha 25-fevral kuni taxminan 21:50 atrofida o'zining, aniqrog'i qarindoshining BMW M4 avtomobilida yo'l harakati xavfsizligi inspektorini bosib ketgan. Ushbu avtohalokatdan keyin inspektor kasalxonaga, bu bolakay esa vaqtinchalik turma ortiga yuborilgan. Ko'p holatlarda aybdorlarni oqlaydigan va balki birinchisidir, bilmagandir deydiganlar uchun ayni shu bola va uning ota-onasi 25-yil 9-dekabr kuni maktabda dars qoldirganligi uchun 2026-yilning 7-yanvarida esa o'zbek segmentida juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan haydovchilik guvohnomasiz, davlat raqamisiz va qo'shimcha jihozlar, migalka o'rnatilgan holatda, undan tashqari inspektorlarning qonuniy talablarini bajarmagan holatda video tasvirga olib, uni internetga tarqatgani uchun mashhur bo'lgan o'sha BMWlar voqeasida ham ishtirok etgan. Hamda ayni shu voqea asosida 8-yanvar kuni uning o'zi va otasi bilan tushuntirish ishlari olib borilgan. Oxir-oqibatda davomiy noqonuniy harakatlar kuni kecha 25-fevral kuni yo'l harakati bosh boshqarmasi inspektorining ayni shu mashina ostida qolishiga sabab bo'lgan. Ana endi mashina boshqarish uchun rasmiy hujjati va yetarli malakasi bo'lmagan. Undan tashqari qonunlarni va yo'l harakati qoidalarini mensimasdan juda ko'plab qonunbuzarliklarga doimiy tarzda bo'ysunmasdan kelayotgan bu yosh bolaga berilgan potensial o'lim quroli, ya'ni mashinaning asl egasi 2002-yilda tug'ilgan Atadyanova Leyla Bekzotovna ekani aytilmoqda. Ana endi e'tibor bering, 2024-yildan hozirgacha bo'lgan muddatda balki rasmiy egasi yoki atrofdagi boshqalar tomonidan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxslarga haydash uchun berib kelingan va bu 18 marotaba rasmiy tarzda ro'yxatga olingan. Hamda ayni shu mashinani boshqargan insonlar shu vaqtgacha 37 marotaba turli darajadagi yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini bepisandlik bilan buzganliklari aytilmoqda. Ana endi kelaylik mazza qilib uzr eshitamiz. O'tgan safar o'zi hamma xodimlarga ogohlantiradi. Mashina haydaganda va'da berdim. Yana sho'xlik qilib haydab qo'ygan mashina. Hamisha ham noto'g'ri. Qiyinchilikdan tushmadim. Urgan xodimni men bor. Kechirim so'ragan xodimni o'zidan, uylaridan, operatsiyadan. Bizlar ming pushaymamiz, o'zimizdan ham so'raymiz, qarasam, so'raymiz, ikkalamiz. Noto'g'ri bu narsa. Sizlarni bilmadim, lekin men ozgina ishonmadim. Men bo'yim borku yo'g'onlik qotdi-da. Mahmud o'tiribdi baribir. Ana endi eng oxirgi ma'lumot. Mana bu inson Ko'chkunov Zafarjon Turg'unovich. Ayni shu bolaning otasi. Mana bu inson esa Turg'un Ko'chkunov. Bazalt O'zbekiston klasteri asoschisi, Shuhrat medali sohibi va mana shu bolakayning bobosi. Axir xalq o'z qahramonlarini tanib olish kerak, to'g'rimi? Bu gali ishonch qilganini ko'rdim.